bizga 1 oy oldin mana shu orqamda turgan Zoomlion A modeldagi 50 tonnalik avtokranni bizga to'lovlarni o'tkazgandi. Xudo xolasa mana avtokranlar yetib kelib, hamma dokument ishlari tugadi. Endi olib ketyaptilar. Rasul aka, avvalambor assalomu alaykum sizga aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Grand Turkni mijozlariga, xalqimizga rahmat. Grand Turkka 30 kun muddatda yetkazib keldi. Mana hamma narsasi joyida. Qabul qilib olyapmiz. Katta rahmat. Ishlaringga rivoj. Aka, mana dokumentlari sizga xudo xolasa olasiz. Katta rahmat. Rasul aka, yana bitta savol beraman. O'zingizda shu manipulyator haydarkansiz. Ba'zi orqamda turgan avtokranimizda VChay motor o'rnatilgan. Ya'ni bu 50 tonnalikda. Ya'ni eng qimmat modellardan bittasi bo'ladi. Chunki bu markani arzonroq varianti ham bor, VChay motor o'rnatganligi. O'zingiz dokumentatsiyalarda ko'rdingiz, qanaqangi motor, shunga yaxshi tushunar ekansiz. Bitta obunachilarimizga yoki avtokran xarid qilmoqchilarga maslahat bersangiz. Ko'rdim buni hozir haqiqatan o'zimni mashinamni motorini keyingi modeli, yangi modeli Euro 6 VChay VP8 ekan. Yaxshi motor, o'zim minib yuribman 2-3 yildan beri. Yaxshi motor, ishonchli, hamma narsasi joyida. Zo'r. Mashina sizga yoqdi. Xudo xolasa Xudo aka. xolasa. Yana keyingi texnikalar olish sizga nasib qilsin, birgalikda ishlash nasib qilsin. Xudo xolasa birga ishlaymiz. Обязательно. Sabab endi mana ishonchli bo'ldi, hamma narsasi ishonchli. Albatta sizlarga kelamiz. Yana bitta narsa so'rayman Rasul aka, mana shu siz bilan umuman tanishdik telefon orqali, misol uchun qo'ng'iroqlashdik, to'lovlarni o'tkazdik. Mana shu jarayongacha o'rtada aka ozgina bo'lsa ham Grand Truck kompaniyasi xodimlari yoki umuman rahbariyat sizga ozgina bo'lsa-da yolg'on ishlatdimi aka? Yo'q, hammasi joyida, hammasi ochiqchasiga, hammasi haloliy. Yaxshi. Nima degan bo'lsak, o'sha narsa bajarildi sizga. Shunday. Kelishilgan muddat, to'lovlar turi, naqd, o'sha misol uchun bizga to'lov o'tkazdingiz. Shartnomada kelishgan summamizdan ortiqcha yoki nimadir so'ralgani yo'q, to'g'rimi? Hech qanaqa to'langan yo'q. Shartnoma asosida hammasi to'landi. Mana Xudoga shukr yetib keldi. Yana bitta narsa aka, endi uzr, savollarimiz juda ham ko'p. Bemalol. Chunki juda ham qiziq bizani kuzatib boruvchilarga. Albatta. Aka, mana mashina yetib keldi, rastamoshka pullarini to'lashingiz kerak deb umuman sizga aloqaga chiqdim. Shu to'lovlar o'tganidan so'ng dokument necha kunda chiqdi aka? Chiqib sizga mashinangizni olib ketsam bo'ladi. 3-kunda mana. 3-kun. 3-kun. 3 kunda o'zi hamma narsangiz tayyor bo'lib, mashinangizni olib ketyapsiz. Qanaqadir 1 oy yoki 2 oy ushlab qolmayapmiz. Yo'q, mana 3 kun. O'zi 1 oyda kelgan texnika bo'lsa, olib ketyapmiz. Mana hammasiga rahmat sizlarga. Shu halol mana shunday hammani chiqqan va'dalaring ustidan yursalaring, Xudo xolasa firmalaring ham rivoj topadi, o'zlaring ham baraka topasizlar. Rahmat sizlarga. Hamma xodimlaringizga. Sizga ham kattakon rahmat. Yaxshi buyuraylik. Buyursin aka, Xudo xolasa. Rahmat. Hurmatli bizni kuzatib boruvchilar yoki obunachilarimiz yoki avtokran xarid qilmoqchi bo'lib yurganlar, agar sizlarga ham shu kabi Zoomlion, XMG, Sunny avtokranlari, beton nasoslar yoki boshqa turdagi maxsus texnikalar kerak bo'lsa, siz uchun albatta eng yaxshi tanlov bu Grand Truck kompaniyasi. Tezroq quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing yoki bizning bosh ofisimizga tashrif buyuring.